Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, dindoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar, bormisizlar? Alloh bugungi kunimizni xayrli, barakotli qilsin. Hamisha salomat bo'lib yuringlar. Hozirgi video обращением yana bir videoga ko'zim tushib qoldi. Astag'firulloh, jinni ketdi qiliqlarni ko'p qilasizlar TikTokda. Endi bag'iga ham o'tdilar endi. Ozgina Allohdan qo'rqinglar. Endi Allohdan ozgina cho'chinglar, qo'rqinglar. Ozgina. Alloh bor, qiyomat bor, o'lim bor, shuni ham bilinglar. Endi mana aziz oltariqli TikToker aziz. Sen o'zi har haftada uchastkaxonaga kirib chiqasan. Har haftada, har 3 kunda kirib chiqasan. Nimaga yolg'on gapiryapsan? Meni gold yozib berdi, gold yozib berdi deb. Endi shundan like yig'yapsanmi? Shundan obro' yig'yapsanmi? Dokazat qilib berchi, chaqirgan prokuror, politsiya chaqirgan joyida dokazat qilib berchi, nima uchun chaqirgan? Biz haqiqatda shu gold yozib berish shunga chaqirdik deb dokazat qilib berchi. Shaytondan ham o'tib tushgan ekansan-da, shayton malagi ekansan-da endi. Ozgina qo'rqinglar. Ertaga o'lim bor. O'lim ertaga emas, har sekund. U ikki ko'z o'rtasida o'lim. Shuni ham bilib qo'yinglar. Eng yomoni bilasizlarmi nima? Hamma narsani hali yomonlab chiqasizlar-ku, xilma-xil qiliqlar chiqyapsizlar TikTokda. Eng yomoni hali bejanoza ketib qolmanglar. Shundan qo'rqinglar. Iymonsiz ketib qolishdan qo'rqinglar. Ozgina o'zlaringizda turgan paytlaringda ozgina o'ylab qo'yinglar. Bilaman, shu videoyimdan keyin juda ko'pchilik menga negativ yozib tashlaydi. Lekin negativchilarga ham omad. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Hamisha Alloh panohida bo'linglar hammalaringiz. Hammalaringizni yaxshi ko'raman Alloh uchun. Assalomu alaykum.